Mana bugun Xudo xohlasa bir necha soatlardan keyin bizani Xudo xohlasa kichkina kulbachamizga mehmon kirib keladi. Bu mehmonimiz o'ylaymanki hamma dindoshlarimning uyiga birma-bir kirib keladi. Xudo xohlasa kirib kelayotgan ro'za Ramazon oylari bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Mana kuzatib borayotganlar, menga yaxshi komment bildirayotganlar, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim hammamizni uyimizda tinchlik, farovonlik bo'lsin. Barakamizni Alloh qiymasin. Hammaga rahmat. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam kommentlarda mana Alloh yo'li uchun kechiringlar. Hammalaringizni yaxshi ko'rib qolaman. Instagramdagi obunachilarim, значит, bu meni bir semyam, bir oilam. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Xudo xohlasa yana bir marta ro'za